Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, chorva ishqibozlari, mana shunday boqma buqa ishqibozlari. Akalar, bugun biz sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sariq qishlog'idan akalar Avazbek akamizni mol fermaga kelganmiz. Bu yerda soatlariga mana shunday buqalarni xudo xolasa sifatli joydan kelgan, bular haqida to'liq ma'lumot Avazbek akamizni o'zlaridan bir shirkat qilaman akalar. Videoda boshlashimizdan oldin bitta like bosib akalar, kanalda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin akalar. Hop, videoda orcha ko'rsalang xudo xolasa narxlarni yo'lida qilib yengil qilib beraman deyapti. Bo'lmasam biz videolarimizni boshladik akalar. Assalomu alaykum. Azbek aka. Jimsiz, charchaman. Jimsiz, apga oldingiz xudo xolasa. Xudo xolasa like bossin. Videoni ko'rib esdan chiqarmaganda narx bitta qulay bo'ladi. Xudo xolasa qulay bo'ladi. Chega bo'lsa bitta xonajim bonusini 11 dan berishga olaman. 11 dan emasini olaman deganga bitta xonajim bonus. Akalar, videoda o'tkazmasdan oxirigacha ko'rasiz. Nimaga ozgina o'tkazsalang mana narxi, boshqa joylarni o'tkazib berishlari mumkin. Akalar, yo'qmasam mashina boshlayveramiz Azbek aka. Bo'ylarni o'lchaylik. Xudo xolasa bo'ylarni o'lchab hammasini bir joyga narx aytaylik. bir joyga aytaveramiz. 11 dan. Bitta shu aytganimizdek xonajim qo'shib beraman. Mashina qo'shib berasiz. Lekin akalar, mana shu bo'lgan bir baho berib qo'ysa, xudo xolasa Bo'ylari 17, 16, 15 plus. 15 plus. 18, 16, 17, 18 chiqadi. Yuribdingmi? 15 plus da ketaverar ekan aka, xudo xolasa. Mana bitta ko'rsatib varaqlar o'tkazaylik. Mana. Ikkinchisi mana shu. Uzunliqlar uzun. Bersang yeyman degan variantlardan xudo xolasa. Hali ham ko'rmagan. Yo'q. Dalada yurgan mollar. Dalada yurgan mollar ekan. Akalar mana oyoq qo'llari baquvvat xudo xolasa. Oqtumshuq variantlardan ekan. Mana chiziqli variantdan. Devasizlar. Xudo xolasa sifatli joydan ekan. Sifatli zo'r. Xudo ko'rursiz akalar. Chorniy Fyostra gibrid variantdan so'rgan akalarimizga. Mana shu o'lchab qo'ying bir. Buni ham aka ishqibozlari bo'ladi mana shunday aka. Buni 18. Ishqibozlari bo'ladi. 1.18. Buni 15 ga beramiz shu emas, bir joyga qarang. Emas. Buni narxini aytaylik 5 tasini. 5 ta narxini ayting. Hammasini narxini aytaylik. Keyin bitta narx aytaman. Hammasini olsa, shu xonajimlar o'zlari qo'shmaydi. Qo'shib berasiz. Lekin aka yengil qilib ayting narxni bo'ladigan qilib, ha? Bonusi bor deb qimmat aytmayman. Mana nari 15 milliondan bir joyga bo'lsa beraman. 15 milliondan. 15 million. Talla boshqa 200 ming plyus. 200 ming plyus, 15 million 200 ming so'mdan. Bo'ylari 1.15, 1.18. 1.18, 1.15 chiqarar ekan akalar. Hop. Smetal gibrid. Smetal gibrid bu ham xudo xolasa akalar. Bularda ham ishqibozlar bo'ladi, bir qator ko'rasizlar akalar. Bo'yi 1.10 plyus, 1.12. 1.10 plyus, 1.12 deyaptilar. O'lchab ham qo'ying. 1.12, 1.13. 1.12, 1.10 plyusga 1.13. olishaveradi. Mana 1, 2, 3, 4 tasi. 4 tasini 1.10 plyusga olishaveradi. 4 tasini mana 1.10 olishaveradi. 1 sant. -1.9 chiqishi mumkin. 1.10 olishaversa shu 5 tasini bir joyga. 5 tasi qo'yasiz, u 1.10 ga ketaveradi xudo xolasa. Lekin mollarda xudo xolasa sifati joyida ekan. Bitta ko'rsatib shu 5 tani semental gibrid, anglo, bo'ladi. Ko'rsataylik keyin. Qator ko'raverasizlar akalar. Hop. Xudo xolasa narx yengil bo'ladi. Lekin mana ham juda bo'lakcha mana ekan. Yaltiroq variantdan so'rayotganimiz. Ishqibozlar akalar mana shunga aloqa chiqqandan xudo xolasa. Aka, buni qizacha narxida endi. Ha, ko'rsatdingiz mana 3-chi. Xudo xolasa. Mana 5-chi oxiri. Mana 4-chi. 4-chi va 5-chi. Bu ham bo'lakcha mana ekan. Narxi aka endi. Narximi? Mana 14 yarim 15 yo'q. Nayni kichkina. Arzon bo'lyaptimi? Arzon. Mana 14 million 200 olsin. 14 million 200 dan. Bir joyga ketaveradi. Aka 200 nima qiladi azmaydi? 200. 200 yo'q. Yo, bonus deb turib endi 214 milliondan Lazingiz. ketaveradi. Bo'ldi bana. 14 milliondan oshirsin bir joyga 5. Barakasi, dastlabkasi aka. Dastlabkasi o'ylashmasin. Babaraga desa 10 tasini aytilgan narxga Yetkazib beraverasiz. yetkazib beraman. Vodiyga bo'lsa o'zimizga. Farg'ona, Andijon, Qo'qon. Vodiychi Chiroq kamera beraman. kamini qilib berasiz vodiychi. Telefon qilisni ishlar bitadi. Xudosi ishlari bitadi. 5 plyus. Bu 7 chiqqan. 1.5 plyusga olishaveradi akalar. Shunga 1.5 plyus degani o'sha 1.7 chiqqan 1.5. Yengil. Xudo xolasa narxi yengil bo'ladi buni ham aka. Buni ko'rsatib bir qator Ko'rsatdingizmi? narxi qanaqa bo'ladi aka buni? Voy, buni ko'rsating.
Bekallar ham to'g'risi. Oyoq qo'li ham buniki baquvvat ekan. Hop, mana Nuriddin. Shuni narxini aytmaymiz. Bitta xonajini ko'rsating. Bitta xonajini ko'rsatib Bonus ketaman. shosi. Bitta narx aytma, shu 10 bittasiga. 10 bittasi bitta narx aytasiz. Yotgan o xonajini ko'rib kasal kusali yo'q. Krasный postura gibrid. Xudo xolasa akalar buni ham ko'ribsizlar. Bu bonus ekan xudo xolasa. Qani? 1 metr. Bo'yi 1 metr. Ama sotilmaydi. Sotilmaydi. Bonus qo'shib berasiz. Bonus qo'shib beraman. Bunaqilar bonusga ketaverar ekan, xudo xolasa ko'rdi. O'zimga aytdim, aybi nuqsoni yo'q. 10 bittasini hammasini unga qo'shib berasiz buni bonusga. Qarang. Mana 15 million chiqdi. Ha, bular 15 million. 14 million chiqdi bular. Bir joyga olinsin. 10 bittasini 14 million 700 mingga olinsin. Ona xonajim bonus. 14 million 700 mingdan hammasini olsa, Hammasini olinsin 14 million 700 mingga mana bitta xonajini ushlab qo'shib beraman. 10 million bo'ladimi, 5 million bo'ladimi? Ama 7 million 8 millionga bermaydi u mol. Bermaydi. Menga arzon bo'ldi. Qo'shib beraman. Lavuz. Yep, barakasini bersin aka. Savdoyingizda Alloh taolo barakasini bersin. Xonajim bilan kelgan birlar. Ha, bu xonajim bilan kelgan ikko'z. Birlar kelgan. O'zi bo'lsa 12 million 200 ga beraman. O'zi bo'lsa 12 million 200 ga. 200 ga beraman, dastlabki qilib beraman. O'shanga aytmagan sabab 10 bittasini olasiz, o'sha 10 bitta. 10 bittasi. 14 million 700 mingdan biriga qilinadi, uni bonusga ketaveradi. Xonajim bonus bo'lib ketaveradi. Akalar, mana shunday bir joyda olaman degan akalarimizga pozitsiya tashlab ko'rsa, xudosi 10 bitta olsalaring bir dona xonajim bonus. Qiziqqanlar bo'lsa akalar aloqa qilib ko'rsin. Manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sariqishloq. Akalar qiziqqanlar bo'lsa aloqa qilib ko'rsin.